eniga 1.60 bo'ladi. Eniga 1.60 moshinlarga, changanlarga, chenraylarga qalinligi 0.9 bo'ladi. 2 sloy ipi bo'ladi. Yangi ishlanmagan rasiski bo'ladi. Mashinasiga 12 kilo. 60lik shilingan 2 sloy ipi qalinligi 0.8-0.9 bo'ladi. Shilingan razmerlarda 40lik deysizmi, 30lik, 50lik, 55, 60, 70 shilingan holatida hammasidan ham mavjud. Mana bu eniga 1.34. Bu labolik. Tayyor. Moldi tagiga so'raganlarga, moldi tagiga mana ko'rasizlar. Moldi tagiga bizlarga chiqadi 200 ming so'mdan. Eniga 1.20 dan boshlanadi, u yo'g'i ketaveradi. Mana bu eniga 1.5. Eniga 1.5. Moldi tagiga bu. Mashina tagiga bu. Zavodlarga, Drabilka, sement zavod hammasiga bu. Lentani razmeri zavodlarga eniga boshlanadi 50 dan 50, 60, 65, 80, 1 metrlik, 1.20, 1.40, 1.60, 2 metrlik hammasi mavjud. Sotuvda hammasi bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Lentalarda razmeri puli palasadan boshlanadi 20 ming so'mdan, 10 ming so'mdan boshlanadi, bu yoqqa ketaveradi. 100 ming, 50 ming lentalarga o'tyapmiz. 150 ming, 200 ming shilinganiga, shilinmaganiga bog'liq. Barcha razmerlar bor. Mana bu bizlarda telefon raqamlarimiz. Yaqinroq olsam mana. Adresga keladigan bo'lsak, Toshkent shahar, metro Yangiobod, Arentir Qo'yliq bozor, Yangiobod bozor. Sog' bo'lasizlar.